Assalomu alaykum bobo dehqonlar. Mana xudo xolisa mayski chisnovlarimiz pishishga keldi. Bugun 2026 8-may sanasi. Xudo xolisa haydi 20'larga tayyor bo'ladi. Qizil po'choq Qirg'izistondan olib kelingan urug'. Zakonli urug', doni katta. Kimga kerak bo'lsa, urug'chisini kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 30-ga ekilgan. Xudo xolasa urug'larimiz zo'r. Kelishilgan narxda sotilaveradi bu. Mana maydasini tagi ham katta bo'lgan mana. Mana endi yirik ekan terasi, tagi ham yirik bo'libdi, mushti bo'lib ketdi mana mushti. Mana mushti. Mana qip-qizil zakonli urug'. Zo'r urug', men atay olib kelganman Qirg'izistondan. Kimga kerak bo'lsa, chisni urug' aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 97lik 204 74 79 mana. Zakonli bo'lgan mana. Qurti yo'q, xudo xolasa. Yaxshi bo'lgan. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.